hamma analar qahramon, hamma ana bolalar uchun bütün barliqini, analar emas dadalarmı barliqini berib tirishib turmishdi. Hazırkı holat kelish jarayonini shular bilan o'rtoqlash orqali nurg'unlagan ayollarning ichki hissiyotlari bilan o'rtoqlashdi. Yenilar bilan ansirash bor, chunki nihol ta homiylik vaqtimdan boshlab tug'ilganda undan keyin chiqib seriq deb küpni ochilib turib deganga o'xshash bak jiq doktorxona bo'lgan, lekin siz ashliqligini bayqagandan keyin sizning psixikangizga cho'qim ta'sir ko'rsatdi. Qahramon opalar uchun ovoz bo'lay, qahramon opalarimizni bir tunutayli, qahramon opalarimizni bir rag'bat beraylik, madad beraylik deb turib. Sizning ma sezgurligingiz favqulodda bir sezgurlik bo'libdi. O vaqtda mening psixikam buzilib, hatta o'zim nihol nimda mening qizim ishtah kasal bo'lib qoldi, nimda deb nimishqa bilan bo'lib qolgandim. Ham tirishmay turib bir ishni vujud chiqarg'il bo'lmaydi ekan. Masalan, dastlab 3 oy, oxir 3 oy bek muhim deb qo'yamiz. Har qanday vaqt muhim. 9 oy 9 kun qo'sqimizda turgan vaqti shunchalik muhim ekanki, har qanday vaqt, har bir minut, sekundning bek muhim ekanligini Onundan başqa homiylik vaqtida diqqat qilish kerak ekan dedim. Yana bir to'liqlab qo'ydigan gap, nihol tug'ilganda yana baldir tug'ilib qolgan ahvol. Baldir tug'ilib qoldi, undan başqa nihol tug'ilgandan keyin bu burun tug'ilib qoldi. Bir oydan chiqroq ishga yaqinlashib baldir tug'ilgan bo'ldi. Undan başqa seriqishib ketdi deydigan kichik bolalar, bo'baq bolalarda ishlar bo'ladigan bir xil ahvol bor. Niholning qanday hisobda seriqish? Seriq ortib ketdi deydi. Endi Təpsili tam qanaq ahvol bo'lgan bilmayman, yuzlarida seriqlik bo'ladi ekan, ko'zning iqqi sag'rib ketadigan. Doktorlar qarablar bilalayotgan bir tekshiradigan apparat bor, tekshiriblar 5, 6, 7 yoshga chiqarib bergan. Niholning 12 ig'ir bo'lsa 12 bo'ladi ekan. 10 darajaga deganda birdan muncha darajaga. 11, 12, 10 deb chiqar. Bir yana o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Miyada 11, 12 deb chiqarib berdi ekan. U asta-asta tövallab 11 tushganda, 10 tushganda ishda qilib yurib, andan keyin uyga normal chiqib kelsanlar bo'ladi deb chiroqning ostida turdi-ku, bola yo'riqlikning ostida uyga bir opani shu chiroq yo'rtiblam ko'ziga yiqqan qilib. Ishda qilib yurib shu jarayondan boshlangan bizning doktorxona hayotimiz. Niholning shu doktorxona hayoti shu vaqtda tug'ilgandan boshlab boshlangan. 3 yoshga kirgacha bola. Homiylik vaqtidan boshlanibdi. Homiylik vaqtida 3-4 qatim tug'ilibdi, seriq kesili bilan tug'ilibdi, davolabsiz. Operatsiya 2 yosh kirmay turib operatsiyaga kirdik, operatsiya qildik. Uni operatsiya qildik bo'lgan jarayon eng ig'ir jarayonlarga tekshirish jarayoni. So'rsam burunqi ishnimalarni qo'zg'ab qo'yamanmi deb so'rsam bo'ladimi, so'rmasam bo'ladimi deb ishkilinib turgandim. Yo'qada. Deb bir amsa shu siz bayqagandan keyin doktorxonaga olib tekshirib hozirgi jihozlarni tekshirib ketishik. Taqig'icha bo'lgan jarayonlarni bir tafsil tafsil yurak yarasini qo'zg'ab. Hech qisi yo'q zaten. 2 kun bo'ldi, 3-4 kun bo'lib qoldi. Bizning ayin bir guruhlarda mana ta'sirotlarimizni, o'zimizning beshimizning kechirgan ishlarni deb o'tirib, buni deyish orqali masalan boshqalarga ozroqmi bo'lsa bir mallam emas ekanman, bolam yo'liqibdi-ku deb ularga biza bo'lsin, bir kichik bo'lsin, bir o'ziga tasalli topadiganlar bor ekan. Shunchalik bir ish qila olsak, albatta men xo'sh bilmay buni yo'shiradigan ishim emas. Hammamizning beshiga har xil imtihon, har xil sinov keladi. Bolam mening imtihonim, sinaqim, Allohning menga bergan, bizga bergan, bizning oilaga bergan hadiyasi deb biz buni xo'shallik bilan qabul qildik. Ammo bu jarayonda hech kim beshiga kelmay turib bilmaydi, his qilmaydi da. Hech kimning beshiga kelmasin. İnşallah. Şu tekshirish homiylikkim shunaqa bo'ldi. Undan keyin tug'ilgandan keyin ashta bo'ldi, kasaldik. Andan keyin doktorxona bir tekshirish 5 oydan boshlandi-da, bu bolani anglayolmaydi ekan degandan keyin bir boshladi tekshirishimiz 2 yosh kirchilik hamda 1,5 yil bak inchik tekshirishlar bor ekan-ku buning. Masalan, Niholni qandaq desangiz, quloqda masala degan anglaysizmi? Ma quloq deyli-da. Ma yo'l, ma menga deyli masalan, quloqdan ovoz kirib, ma yo'l buzuqligi bor Niholning. Shunga o'xshash men Niholning yo'l buzuqligi bo'lgandan keyin 1 yoshga kirgacha bo'lgan, 1 yoshga taqdiq normal jihoz edi, apparat. Quloqqa, ikki quloqqa normal bir apparat taqdiq, 5-6 ming lira uning bahasi, shuni olib taqdiq. Ammo hech qanday bir foydasi bo'lmadi uning. Yo'q bo'lmaydi.
qat'iy bu balani operatsiya qilamiz bo'lmaydi ekan. Bak og'ir. Nihalning anglayanmaslik nimasi %90 va onun üstüde yani hiçbir anlayamaydı degidek derece etken toq. Hatta bizge işkil quloq. Bizge nima degan desangiz, asligimi yo'q, ya'ni doktorlar operatsiya qilsaqmi balani saqaymaydi degan. Operatsiya qilsaqmi bo'lmaydi deb shunchalik tekshirishlarni badu hatta men o vaqtda psixologim bek buzib ketgan vaqt bo'lg'achqa, voy bularning jihoz makinasi buzuqga, doktorxonaga boraylik, doktorxonaga boraylik deb saqaymaydi degan yolg'on. Ha, qo'yaman deb butun doktorxonalarga berib tekshirib, bechara bolamni qiynab, shunchalik qiynatib ekanmiz. Chunki har bir qatim tekshirgan vaqtda rentgen tushdi deymiz-ku, bir muzdek bir sovuq gap kiratdi. Bizga tumur ig'ir, shu tumurdek kiyimlarni kiygizib qo'yadi, kirma deb turalatdim. Iliqqa butun kiyimlarni soldirib etib, zakki bilan ham qalatida, bola qizil nurning ichida buni uxlatdi bolani nima midrab kelsa, shu ovoz hujayrasini topolmay qolsak, operatsiya qismi bekor deb. Har bir qatim kirgan vaqtida butun narkoz qildida buni. Her bir balın 6 qatim 5 qatimdek voy bir yosh vaqt ishga kirmagan 1 yosh 1 yarim yosh vaqt har bir qatim undan burun 24 soat osh qolatdi bola suv ichkizmaydi tomoq yegizmaydi 12 soat yigib ashta qo'saq osh bechara bola uxlab qolayotgan ashta qilib yurib narkoz bo'ldi-da operatsiyaga kirishdan burun necha qatim butun narkoz bo'lib qolgan hal. O jarayonlar bormishning hammasi operatsiya qildiraylik deb biz doktorxonada 1 yil saqladik. Tekshirgan vaqtida narkoz holatda butun a'zo jimjit turganda angiz diagnoz qo'yilib bo'ldi. Agar bola ozroq harakatdan ketsa, to'g'ri chiqmaydi deb boshlab qildik. Masalan dedim, "Ma quloq, ma yo'l, ma menga bo'lsa, quloq saq hozirni holda quloqdan ovoz kirdi, yo'l buzuqlik bo'lg'achqa, mash mengadagi ovoz qabul qiladigan, ovozni qabul ana şu hücayirlar agar o'lgan bo'lsa, mingma yo'lni tutsakmi, yeni miyakkab yeni ovoz anglamaydi deb turib, shu mishadagi 1% bo'lsa-mu, mengadagi o'sha ovoz nimsini topamiz deb bak tekshirib ketdi. Ham bizning bak tekshirib ketdik. Birinchi qatimdan bo'lmaydi degan ketmidi, qaytib tekshirib bechar bolamni qiynab eda oxiri mening bolam shu sestralarni ko'rsimi, ahkimni kadamni ko'rsa, edzanlarni dorixonlarga dora olib kirsakmi, ma'qul qum deb qo'lqini ko'rsatib qo'ydim, ishorat qilib qo'ygan. Shartlik refleks bo'lib ketgandi. Mashqul qum shutdi deb chunda ko'rsatib qo'ydim. Ash darajada bo'lib ketgandikin Allohning rahmati bilan doktorxonadan xabar keldi, ishga kiradigan vaqtida bir kichik umid bor, operatsiya qilaylikmi bolani qilsak bo'ldi deb shuni guldir qaras qildik, tayyorliklarni qilib bilan 8-oyda xabar keldi, 10-oyda operatsiya qilgan bo'ldik. Nihali ishga kirmay turib operatsiya qatnashdi. Operatsiya qilganda anondan keyin yeni bir cho'ng bir narkoz bo'ldi-da, butun narkoz uyushtirib boshda qilib, jami ishqilib jiq narkoz bo'lib ketdi. Bolam kichik turib ham ishga kirgich bo'lganlikda jiq tekshirtishlar, har xil mengasiga ovozlarni bilib turib shu hujayralar o'ldimi o'lmadimi debchi ovoz hujayralari shu tekshirish jarayonlari ishqilib o'ylasam shu ashta mallam emas hamdi har xil kasallikning ashta tekshirish jarayoni shunchaki bir ig'ir bo'ladigan, inchikka nozik bir bo'ladigan ish ekan. Shu ashta yo'llarni boshdan kechirib axir operatsiya qildik. Bir qo'lqin operatsiya qildik. Ikkinchisiga hamdi tayyor qildiryapmiz, tekshirib buni qildirib İnşallah onu yaqinda operatsiya qildiramiz deb turyapmiz. Hozir bir quloqni operatsiya qilgandan keyingi anglash sezimini asli kelishi qanday? 52%. Yaxshi. Mushiliqi balla anglayamaganlik uchun so'zlayamaydi ekan. Anglayamaganlik uchun gap qilishmaydi. Quloqda bir narsa kirmagan, u gap qilishning nima keligini bilmaydi, onun kasi yo'q. Undan keyin ko'z chaqamib ketgan. Көз бек чаккан. Жоны халын көзүнүн ичинен кечип кутулмайды да, көз жакалышып кеткен аңламаган экен, көз жакшы. Şu качанда башлап сөзлөй алайдыган болду? Мен Нихалның апа деген аваз аңлаганы 5 жыл сакылдым. 5 yıl. 5 yıldan keyin andan appa degan inkaz keldi da. Demek 5 yaş kirgan vaqtida iliqi mesela 1 yaşda bala apa diyaleydi. 5 yaşda 1 yaşlık balınınki inkası, eğiz inkası payda buldu degan gap. Nihal ishga kirgan operatsiya qildik, ishga kirgan operatsiya qildirib, lekin implant bir jihoz taqaydi, hozir qo'lqida hozirmi bor. Shuni taqab hemen ovoz eshitmaydi, darhallamchi ovozni ochmaydi.
Qanda bunu qandaq tushunimiz desa, haliqi dengizning ostidagi ko'rsanlarmi, dengizning ostida turib, biroqlam kunning yo'limiga chiqsaq, ko'zimiz bunday bo'lib qoldi-ku. Bu quloqmi anglamay necha yil anglamay turib, go'mmidi biroq ovoz bersa, menga ta'sir etadi deb bak ost ochitgachu 3 oyda bir tekshirishga olib har qatim yuqorilatadi ovozini mesela. Asta ovoz berdi. Bu jarayonlar texmi og'ir bir xatarlik hamda qiyinchilik bir ishlarni boshdan kechirimizda ovoz etish jarayonimi, jihoz ayarlab tag'ishiga vaqtidimi. Shundoq qilib yurib, Nihal 5 yosh kirgichi bo'lganlikda, 5 yosh kirganda ananiki meni opa deb chaqirib, abi, baba deb baqashda rasmiy ovozni anglig'ili bolamning 2 yil bo'ldi. Onun buni yig'lagan ovozini aytib hech qanaqa ovoz chiqarmaydi. Qanchalik bir xo'sh bo'lib ketgansiz o kuni. Uni deb baylamaydi hech qilib. Qayta digizib degan oppada, qayta digizsak demay turib olgan. Hozir yaxshi gap qilib maktabda qo'ydi. Go'yadek ovoz chiqdi, hozir qo'ydi. Bilganingizga o'xshash har xil kurslarga bordi. Deganga o'xshash Fatihda rasm bo'yicha imtihonlarga qatnashib bitta birinchi bo'lib mo'jizani yaratib deganga o'xshash. Ish qilib yaxshi, tirishib, tirmishib bir shaklda Allohning shifolik berishi bilan o'sha qadar keldik. Bu hargiz bizga berilgan bir qiyinchilik bir masala emas, balki bu bizning hadiyamiz. Mening o'shda kuchli qilib chiqqan, oilamizni o'shda boshqalar bir tiris, 10 tirishadigan qilgan aksini masalan, shunday bolaligini taqdim etadigan bir Mustafa qilib chiqqan. Hammasi ish qilib, Nihal uchun biz Yiliqqa oyoq bo'q uchun chigishni o'rgatgan deb turanga. Shartsiz o'shda bir sevgi baqdi. Aksi ish qilib butun narsani o'rgatdi. Mustafa hatta oyoqining jipini chigishdan tortib, o'qisiga ishda o'rgatib, butun ishni masalan, men ayrim tarbiyalab o'tamayman, gap o'tamayman. Aksi qarablam o'rgandi, ko'z bilan o'rgandi Nihal ham ishni. Shunga biz o'tirib qo'pishimizga, sharikitishimizga bak diqqat qilmasak, gap qilib turib bilan aniq qiling deb o'rgatish sharoitimiz bo'lmag'achqa Nihalga o'zimiz harakat orqali tarbiyalab, harakat orqali o'rgatib, dadisimi, menmi, aksimi degandek bizmi Nihaldan bakchaq narsa o'rgandik masalan. Shunga gap qilsam, men qo'l harakatimni bakchaq qilishdim-a, nimishqa desanglar, ishorat tili bilimiz emasmi, o'rganamiz masalan dadisi Mustafadan tortib. Shuna qilib Nihal bizning hadiya, bizga berilgan bir hadiya bo'lib sufati bilan bizga hayotni o'rgatdi, yashashni o'rgatdi, qiyinchiliklar qanday bardosh berish, uni qanday yengish, qanday qabul qilish, yuzlanish, bizning hayotimizni, ya'ni o'zgartirishimizga, tirishadiganligimizga nurg'un sababchi bo'ldi. Shunga hozir mening beshimga nurg'un ishlar kelib ketsin, nurg'un qiyinchilik ishlar bo'lib qolsin. Bak oddiydak-ku, shuncha ish qilmay, boshda bo'lamdi deb, ishim bo'lmaydi. Yuqori pallisini boshdan kechirib qo'yganki, boshqa oddiy bo'ldi. Ishim bo'lmaydi-ku deb bilamanliq. Uni yengib ketalaydigan, u qiyinchiliklarga og'ir kelmaydigan ashtaq bir yerga berib qoptimiz hamda keldik. Shu xil men ruhiy jihatdagi qiyinchiliklardan o'tab bo'ptimi hamda o'tab bo'lib dadisimi shu, aksimi shu biz hamda qabul qildik buni hayotimiz mushtaq o'tdi, mushtaq biz mutlu, biz bu shaklda xushal, biz bu shaklda hayotimizni davom qilamiz, bir-birimizga sovg'at, bir-birimizga hadiya deb biz bu shaklda qabul qildik. Demak bu hayotingizning normal qismiga aylanib, bir xushallik, masalan Nihalningki har bir og'iz gapni deyalishi, bir ishlarga inkas bildirishi, sizga olamchi xushallikda Appa degan gapini 5 yilda angladim dedim bu. Ashna anglagan vaqtingiz xo'shallik, unga buni o'ylab maktabdagi alayli natijalarim sizni bek suyundirdi. Uni birda men. Unga maktabga oldirish jihatlarda farqli maktablar bormi-ki tarbiyalashda yoki normal maktabga oldirishingiz bir ishdaga duch keldingizmi? Voy duch keldim. Hayotimiz shu qiyinchiliklarni yengish bilan o'tdi dedim. Masalan, o'zimning maktabga kirishimmi shundaq tirishchilik ko'rsatish, darsga imtihon tirishchilik emas, mujodala qilish deymiz. Bu yerda ham qanday ifodalayman? Yo'q deganga unmaychi, qayta sinab beqib, qayta berib beqib, yolvurib turib degandek ish qilib, qilib sinab baqay deb zo'rlab aytaqqa. Nihalam shunaqa bo'ldi. Mustafa talash tortish bilan maktabga kirdi. Voy balam deb, maktabga kirsin, biz maktabga kirdik. Ammo Nihal kelgan vaqtida maktabdan masalan Mimarsinan eshitma engelliler maktabi deydigan anglashsizim tuvan bo'lsin, og'riq bolalarning bir maktabi bor. Nihalning shu yerga chiqqanda Nihalning yeni bir rapor olamiz-ku, bu yerda bir kasallik ahvolidan boshqa, lekin akademiya jihati deydi, shu
ögünüş, bilim, közütüş deyken nurgun jarayonlar bo'lgan. Onun bu jarayon bir imtihonlarga qatnashib Nihal ötüp ketib, özünün yeşidin haliqi alaydı iqtidarlıq bir əxli iqtidarğa bir alaydılık ega deb aştaq bir nim chiqirib beribgan. Eğitim raporlarımız bu yerda qanaq tushundirma bilamidim. Maktabga kirish uchun aştaq kerakli bo'lgan sağlamlıq nemiz bilan, belgisi bilan o'xshash bir tal belgi berdi bizga. Shu belgilar bilan ko'tirib har xil tirishchiliklarni ko'rsatib, menga qarshi turib, tanlab, ular bilan qilib gap talashib degan o'xshash kirib materialingizda har xil to'rdan bizga foydali bo'lgan davlatning nurg'un bizga foydali taraflar bor ekan. Shuni izlab tepib maktab mudiriga akirib oldi qo'yib degan o'xshash qilib nurg'un jarayonlar bilan normal maktabga kirdim. O'quvchilar o'qiydigan maktabga bular bolalarni olmaydi degan vaqtda siz bütün narsalarni akab, yo'q mening bolam cho'qim shuni o'qish kerak deb oldirdingizda bu jarayonda nurg'unlig'ani jarayon bo'ldi, surishmalar bo'ldi. Nurg'un yaxshi odamlarga uchirdik, yaxshi yordam qilamiz. Chunki Nihalni biz ovozsiz qapqas bo'lmaydi debchi doktorlar qat'iy ovozsiz qolsin deb ya uyda televizor o'chiq tursin, senga qilsang televizor o'chiq tursin deydi. Yoki bo'lmasa bolalarning orasida o'ynasin deydi, yoki bo'lmasa darsga chiqsin deb 2 yosh vaqtida operatsiya qilib bo'lib yasay boshlagan. 2 yosh vaqtida yasay boshlagan. Maş ovozni qabul qilsin deb. Endi aningdek bolalar o'qiydigan maktabda o'qisa bu qizingiz haqiqatan ovozini ayrilib qoldi. Normal maktabda o'qisa ovozsizda ovozning ichida turdi. Endi o'zini yetilishi uchun foyda. Chunki normal bolalarda his qildi-da o'zini. Amaliyot undaq bo'lmadi-da. Biz Nihalni boshqa savodasilar bilan, boshqa do'stlar bilan o'ynab, ovozdan anglab, gap qilishni o'rgansak, akirib bersak, dal qarshisi bo'lib qoldi qarang. Sinfdagi bütün do'stlarga o'zining ishorat tilini o'rgatib bo'pti Nihal. Shuncha tez vaqtning ichida hammasi gap qilisha oladi ekan, Nihal bilan paranglashib o'ynay oladi ekan. O'qituvchilar bilan Nihal bek yomon. Sinfdagi bolalarning hammasi o'ziga bo'ysundiryapti. Biz Nihal Aladın gap qilishni o'rgansak akirsak, Nihal boshqa savodasilarga ishorat tili o'rgatib bo'ldi-da. Nihal. Amaliyotda biz qanday desangiz, ham ovozliq, ham ishorat bilan birga gap qilamiz Nihalga. Andan keyin ba'zida turchi dudak o'qima deydi, ovozning eg'iz shakli qarab javob beralaydi. Andan keyin hozir hamda rasmiy anglab turib javob beradigan bosqich keldi. Biz shu bosqichgacha shu ovoz shakli qarab javob beradigan onun ishorat tili uni qo'llandik. Endi hozir kaynida turib bizni ko'may turib Nihal nima qil deb gap qilsak, buni albatta turkcha deymiz. Desak, shuni qila oladi, javob bera oladi. Shu shaklda biz suhbat etkitimiz qizim bilan, mo'nlishimiz, dardlishimiz qizim bilan hammasini ko'zimizning nur bilan qilamiz, qalbimiz bilan qilamiz, yuragimiz bilan qilamiz. Dardlamaydi, mo'nlishimiz, men buni gapimni deb birma degandek qilib shundoq bir xil bog' aramizda bog'lanish bor. Ammo hammadan jiq aks bilan bog'lanishi bak kuchli. Alayda bir xil ikkisining bir bog'lanish, bir munosabat bor. Odatda Mustafa bilan ikkisininki o'ynagan paranglashqa vaqtlarini ko'rganda meni havas qilib qarab ketdim. Qanaqasiz? Mening bayqishimcha Mustafa hozir singlisining bütün sezgisi ekan. Evet, to'g'ri. Ash o'ylagan narsani darhol o'ylab, masalan, men istakanni olmoqchi bo'lib xiyol surgan bo'lsa, istakanni pul berdi ekan. Ashning qalisidagi xiyolni bilib bo'ldi ekan. Masalan, bir qo'nchoq köməkçi bo'lsa, ashun köməkdə olan qo'nchoqni tepib bera oladi ekan. Bera oladi. Biz chiqnasin men o'qimayman, men qilmay. Bular fuqozni nim qilma qaysini davatidi, qaysini davatidi desam, "Mau" deb, "Bunalar ikki bir qarshi bilan bila oladi." Unda qilmoqchi deb. Ishqilib shunday. Bu hayotda shunaqa gap qilamidim, mangamidim deb bunaqa ko'nglimiz yerim qiladigan o'qil umrimiz yo'q. Albatta, hamda boshqalar ko'rsa mushta turib, dinimda mushta normal yasham hayotini davom qila oladigan deb o'ylab qolish mumkin. Buning hammasi mushta tirishchan bo'lishimning, mushta boshqalar bir qitim tirishsa, men 10 qitim tirishadigan boshqalar bir ishni ishlasa, men 2-3 ishni zo'rlab mushta ishlashimmi, yinalamış qizim uchun. Buningda oylik chiqimlarim shunday yo'qdan buni maxsus kurslarga qursiz, uni keydima qo'liga taqilgan narsalar ham qimmat, uni asrash haqqi, almashtirish haqqi degandek tekshirish haqlari bor uning uchun. Aslida tirishib to'g'ri keldi. Bu ham bir gapni degandingiz, men so'z orqada turkchani qo'shib so'zlab qo'ysam, to'liqlab qo'ying adada. O sizning ahvolingizni biz shaxsan men to'g'ri tushunmagan desangiz, shu bola uchun to'lanayotgan bir badal bu. Çünkü uyda ikki xil tilda so'zlashgan vaqtda bolani qabul qilib so'zlash inkosiga ta'sir etadi. Bu maktabda turishcha,
Ayrım, yasib Türkçe, ayrımlık ders burada o'qituvchi Türkçe. Hammasi Türkçe bo'ldi. Uyga kelgan Uyg'urcha gap qilsak, buni inkos qaytarishiga ta'sir etadi-da. Unda bu sizlar amal yo'q. Uyda shu. O'sha jarayonlarda nimda bolangiz Uyg'urcha gap qilishni o'rgatmaysiz deb deganlar bo'ldi hamda. Ba'zi ahvolini, nihol bilganlar biladi, bilmaganlarga ba'zi tushuntirib deb qo'ymamışlar. Lekin yaşamagandan keyin hech kim bilmaydi degan uni ishlar. Albatta mening boshqa tanlarga o'xshash ona tilimiz bilan tarbiyalab, ona tilimiz bilan bir tili chiqsin, gap qilsin deb albatta men shuni orzu qilaman. Lekin endi bizga amal yo'q bo'lib qoldi. Shu turk o'qituvchilarni shunchalik ta'sir qilib, shu maxsus dars birdan yerlarga ovoz mashq qiladigan yerlarga olib borish o qadar oson emas. Ammo shu guruhimizga nurg'un ota-onalar bor, u yerga olib bormayotgan ota-onalar bor. Tarbiyalashga olib bormayotgan ba'zi yilqi sog'lomlik nimiz bo'lmay qoldi, rapor belgilari bo'lmay qolib, ba'zi kasal tarix bo'lmay qolgan, ba'zining vatandosh bo'lmaganligi uchun qilolmagan, ish qilib nurg'un ota-onalar bor, bolalarni o'zal maxsus tarbiyalash yerlariga olib bormayotganlarmi bor. Yine bunday qiyinchiliklarni desak sanab tugatgil bo'lmaydi. O'zimizning vatanimiz bo'lmagan sharoitda nurg'ulg'an imkoniyatlardan yiroq. Butun ishlarga kurash qilsak tuzilgan-ku, kurash qilsak mushtaq bardoshlik bersak, mushtaq amallansak hal qil bo'lgan-ku degan ashtaq. Dars o'tgan vaqtimda biz kasbiy axloqda orzu to'g'riq dars so'zlaganda, bolalar chiqib so'zlagan darsim nim bo'ldi. Uzun yo'llam, uzun musafir birinchi qadamdan boshlandi, bir qadamdan ashtaq boshlab, ishni shu menga harakat qilsak bo'ladi ekan. Bir foydalangandek bir fursatlar bormi? Nelarga berish kerak? Nimalardan foydalanish kerak? Endi bu ota-onalarimiz bu bolalarni pul to'labmi olib chunki qo'lida kasallik tarix bo'lmaganligi uchun qarsaylik to'shqan allaqachon o'tib sakrab ketgan. Demak shu osam qisam assam joyda osmon qarab turib emas, o'rni qo'yib tikkitan qo'piliqqa to'shqan tutgan bo'lsa, belki şu işleri amalga oshirdi. Bir-birimizdan ruhiyat, ilhom elib, men ularning hikoyasini anglab, "Voy, mening qilganim ishlamamaska" dedim. Qandoq sizga o'xshash kurash qilish kerak, o'zining huquqini qo'g'dash uchun nima ishlarni qilish kerak? Ashta masalan, 53 mi, 52 mi deb bir san to'g'risidami shundoq jiqiliq munozara bo'lib ketdi-da.